ochig'ini aytaman, o'yin biz kutganchalik o'yin bo'ldi, chunki biz o'yindan oldin ham o'sha mana Barselonani juda ko'plab muxlislari ham, men ham shunaqa taxmin qildik. Barselona yutqazadi degan taxmin qildik. Uncha-munchaga bunaqa taxmin qilmaymiz, lekin o'sha kuni biz mana ko'pchilik bo'lib bitta joyda ko'rdik bu o'yinni va o'shanda ham Barselonani eng ashaddiy muxlislari ham yonimizda o'tirib, o'sha sheriklarim ham hech biri Barselona g'alaba qozonadi degan taxmin qilmadi. Hattoki ichimizda men 1-3 hisobida Barsa yutqazadi dedim. O'sha eng asl muxlislari ham Barsani 2-2 bo'lsa kerak deb Barsaga muxlislik qilishdi. Shuning uchun juda ham bir oddiy yutqazishini his qilgan holda juda katta emotsiyaga berilmasdan tomosha qildik o'yinni. Hattoki hisob 1-1 bo'lganda ham gol uchun xursand bo'ldik, lekin hozir baribir Real uradi deb turdik. Endi bu chunki vaziyat bilan, o'sha jarohatlar bilan bog'liq, kutilmalar bilan bog'liq. Faqat bitta narsaga qoyil qoldim. Bunaqa darajada qarshilik ko'rsatadi deb kutmagan edim Barselona jamoasini. Bu tarkib bilan, chunki baribir raqibi Real, Vinicius, Bellingham, Mbappelar ancha yaxshi, Valverde ham hattoki o'ziga kelib olgan paytda qo'rqmasdan mana shunaqa darajada o'yin olib borishi. Endi yana ikkinchi tomoni bor edi, Flikning yo'qligi. Flik eng katta yo'qotish. Hamma aytayapman-ku, hamma Olmoni gapirdi, Lewandowski, Gavi, boshqa o'yinchilarni gapirishyapti. 8 ta yo'qotish, darvozabon, asosiy darvozabonimiz. Lekin eng asosiy yo'qotish, hattoki o'sha Jamoli ham aytib o'tdi, Jamolidan ham juda ham to'g'ri qo'shilaman, kecha ko'rdim. O'sha Flikning yo'qligi, tepada o'tirgani bu juda katta yo'qotish. O'sha paytlarda Gvardiola davrida men Barsa muxlislariga aytardim, yo'q, u Gvardiolasiz ham Barselona xohlagan jamoani yutadi dedi. O'sha Xavi, Iniesta, Messilar davrida o'shanda ham aytardimki, yo'q, baribir o'sha ota joyida bo'lish kerak, yonida turish kerak, o'shani boshqacharoq his qiladi o'zini ruhiy deb aytardim. Xullas, bu ham eng asosiy ta'sirlardan biri, lekin menimcha baribir ham bunaqa katta yo'qotish bilan ochig'i qanaqadir bir sensatsiya bo'lib vaziyatlar, lekin yaxshi o'ynadi. Men kutganimdan yaxshiroq o'ynadi. O'sha yoqmagan tomoni 3-1, 3-2 chiqib ketayotgan paytda pas berish o'rniga uzoq masofalardan tepishyapti. Xuddi Reshford uslubiga o'xshab, Reshfordda bor bu holat. Reshfordni o'zi ham qildi va endi bu boshqa o'yinchilarga ham ko'chyaptiki, 3-1 chiqyapsan, 3-2 chiqyapsan, bo'ldi, u yerda pas bilan o'zingning uslubingda o'ynab gol urishing kerak degan o'sha joylarda biroz xafa bo'ldik. Aslini olganda biz oldindan kutgan o'yin kechqisi yo'q. Agarda jarohatlar tezroq bitsa, Rafinha tuzalsa, qolgan o'yinchilar yaxshi holatga kelsa, o'ylaymanki Barselona kecha El Clasicoda bir narsaga ishora qilib ketdiki, bu yangi yosh o'yinchilar bilan o'sha Rooney bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi o'sha tushgan. Biz hali yaqin kunlar ichida keyingi El Clasicoda nimalarga qodirligimizni ko'rsatamiz degan bir qanaqadir ishora belgilab ketishdi deb o'ylayman. Agar hammasi sog' bo'lsa, Realda ham sog' bo'lsa, hamma o'yinchilar, balki o'sha Super Kubok bahslarida ko'rarmiz. Barselona menimcha bu safar g'alaba qozonsa kerak.